Bugungi obzorimizda qiymati $1000 ga teng bo'lgan Victoria's Blue Sapphire va ba'zi bir joylarda bu atirning qiymatini hattoki $1,5 ga uchratish ham mumkin. Men Chesper's brend asoschisi Feruza Mahmudova butun dunyodagi eng zo'r aromatlarni bitta brend ostida birlashtiryapman va biz atir ishlab chiqaruvchi Buyuk Britaniya kompaniyasi bilan to'g'ridan-to'g'ri ish olib borayotganligimiz sababli atirlar narxi bizda ancha hamyonbobroq. Masalan, quyidagi $1000 parfyum 100 mg razliv holatda bizda $80. Atir haqida gapiradigan bo'lsam, bu atir Buyuk Britaniya qirolichasi Yelizaveta va qirol Filip to'ylarining 65 yilligiga atalgan parfyum bo'lib, aynan aristokratlar uchun parfyum deb bemalol ayta olaman. Ham ayollarimizga, ham erkaklarimizga to'g'ri keladigan bu mukofotga sazovor bo'lgan parfyum limon, romashka, shalfe hamda narxi oltinga teng bo'lgan shafran notalari bilan ochiladi. Parfyumning yuragida atirgul va jasmin notalari, uning asosida esa shahvoniy tuyg'ularni uyg'otadigan notalari mavjud. Bu parfyum ko'proq kechki va muhim ziyofatlarga to'g'ri keladi va Stockster shlefti juda ham zo'r ishlangan. Xullas, mingta eshitgandan ko'ra bitta sepib ko'rgan ma'qul. Hoziroq buyurtma bering.